Assalomu alaykum Jack Motors muxlislari. Juda ko'pchilik kutgan obzorni qilyapmiz, chunki Jack M4 ni sotuvda nalishida ko'pchilik ko'rgan yo'q edi. Endi bemalol salonga kelib, tezroq qilib minib ko'rsalar ham bo'ladi. Biz nalichiga Jack M4 larni olib kelib qo'ydik. Bu mashinaga qisqacha obzorni qilib ketamiz. Kapot ostida 2 atmosferli 130 ot kuchli motor yotibdi. Bu mashina bilasizlar, Yaponiya sarmesni ishlaydi motorlarini. Toyota bo'lgani uchun, o'shaning uchun uzoq yo'llarga va uzoq kilometrlarni bosib o'tishga sizga ko'makdosh bo'ladi hamda ko'p buzilavermaydi. O'zimizda ham 400 ming 500 ming yurib olgan klientlar ham bor. Unaqa ko'p muammo chiqmagan, faqat yog'ini, prikatlarni alishtirib yuradi xolos. Bu mashinamiz balonlari mana 16 razmerda bo'ladi. Jack M3 dan ko'ra sal kattaroq bo'ladi, gabaritliroq. Eniga ham, uzuniga ham, bo'yiga ham 10 sm farq qiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Jack M3 uzkiroq qilingan, Jack M4 bo'lsa sal shirokiyroq bo'ladi. Sizga ko'proq komfort olib keladi bu, albatta. Narxiga ham bog'liq. Mana ichki salonni ham ko'radigan bo'lsa, ichki salonda ham ko'proq o'zgarishlar bo'ladi. Torpedalar ko'shinli bo'lgan, monitorlari, deflektorlar addenli bo'lib chiqqan bunda. Hamda o'ta go'zal sharoitda chiqqan. To'g'ri ko'rsatadigan bo'lsak, tablolari ham boshqacha. Rulimiz, cruise kontrollari bor, multimedia qismi. Endi korobkalar o'sha 5 talik, lekin bu yerda climate control. Narigida oddiy konditsioner bo'ladi, bunda climate control bo'ladi. Bunga ancha farqi bo'ladi. Xo'p, tepada ochib qo'yadiganlari. Aytayapman, bunda komfort ko'proq bo'ladi. Barlariga ham ustini yopgan, chiroyli ishlov bergan, ancha bu mashinaga sidinlar sal farq qiladi. Orqa qismi ham ancha kengroq bo'ladi. Orqa qismi ham ancha keng, nima aytdim, bunaqa kichkina forchkalari ham bo'ladi. M3 da bu bo'lmaydi, lekin zavodskiy aynalari bor, unga ham qo'ydirib beramiz. Muammosi yo'q. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismi ancha keng, M3 dan ko'ra. Sidinlar ham splashnoy bo'ladi. Endi orqaga siz bemalol 4 kishi 5 kishini yuklab olasiz bo'ladi. Orqada konditsioner ham klimat kontrolda bo'ladi. Addenli, oltita deflektorli bo'ladi. Bu nima olib keladi? Albatta qulaylik olib keladi. Ichlari ham 10 sm kengligi ancha bilinadi. Bundan tashqari endi orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, orqa qismini boshqacha faralar bilan ishlangan. Bu ham chiroyli. Bunda ham o'sha orqada zatni kameralari, podknoklari, hamma yo'llari bor. Lekin orqa bagajda bunda joy ozgina bo'ladi. O'sha orqaga surilgan hisobiga. M3 da joy bo'ladi ozgina. Buni ham klientlar ko'pchilik orqaga surib oladi, kengaytirib. Baribir biz O'zbekistonda baribir odamlarni sal shirokiyroq. Xo'p, bu mashinamiz endi ko'pchilik narxiga qiziqadi. Hozirgi kunda narxi 243 million so'm. Narishida tayyor turibdi. Qora rangi ham bor. Kelsalar ham chiqarib beramiz. Bu mashinamiz hozirgi kunda naqdga, persinaga, avtokreditga, avtolizingga xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'sha bo'lib turishlarga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, batafsil to'lov turlarini tushuntirib berishadi. Albatta biz bilan qoling, doimo shunaqa pul topar va sizni cho'ntagingiz bop mashinalarni chiqarishda davom etamiz.